talabalar forumi. Mazkur forum yoshlarning intellektual salohiyatini namoyon etuvchi, sport va ma'naviyat uyg'unligini tarannum qiluvchi, ertangi kun liderlarini bir maydonga jamlovchi yirik an'anaviy loyihadir. Bugungi talabalar forumining asosiy qahramonlari bo'lgan barcha fakultetlarning ishtirokchi jamoalarini taklif qilamiz. Topadi qanot, bu yerda boshlanar eng yorqin hayot. Qadrli talaba yoshlar va bugungi tadbir ishtirokchilari, barchalaringizni universitetimizda o'tkazilayotgan xalqaro talabalar forumiga xush kelibsizlar deb qolaman. UBS oilasi, ilmli makon. UBS oilasi, nurli yo'limiz. UBS oilasi, baxtli uyimiz. UBS olg'a intilamiz. UBS cho'qqiga chiqamiz. Bir safda bir maqsad, bir katta orzu. UBS bilan porlar kelajak nuri. Uchaman desangiz beradi qanot, bilim bilan to'lar qalbda jasorat. Shu yerdan boshlanar eng katta hayot. Shamoldek, borondek yeling ey do'stlar. UBS tomonga keling ey do'stlar. Darslarda g'ayrat bor, davrada shodlik, yoshlikda kuch bor, ko'ngilda birlik. Do'stlik va ishonchdir bizga hamrohdir. Talabalik davri eng go'zal fasldir. UBS oilasi, bir yurak bir jon. UBS oilasi, ilmli makon. UBS oilasi, nurli yo'limiz. UBS oilasi, baxtli uyimiz. UBS olg'a intilamiz. UBS cho'qqiga chiqamiz. Bir safda bir maqsad, bir katta orzu. UBS bilan porlar kelajak nuri. Ustozlar yo'l ko'rsatar mer bilan. Ilm yo'li charaqlar sabr bilan. Biz bugun talaba, ertaga yetuk. Yurtga xizmat qilgan avlod bo'lamiz. Shaxsiy o'yin tezkor fikrlash demakdir. Bugungi forum juda ham ajoyib o'tmoqda. Taassurotlarimiz juda ham a'lo. Bu forumda sportga qaratilayotgan e'tibor, O'ylaymizki, biz finalga ham yo'llanma olamiz. Hammaga omad tilagan holda sovrinlar topshirishda navbat beriladi. Hammaga omad. Olg'a intilamiz. UBS cho'qqiga chiqamiz. Bir safda bir maqsad, bir katta orzu. UBS bilan porlar kelajak nuri. Hey do'stlar, orzular. UBSda xalqaro talabalar Sen